Diqqat, Nurafshon Qo'yliq yo'nalishida zamonaviy avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yilmoqda. Nurafshon shahri hamda qo'shni hudud aholisi uchun yanada qulay transport xizmatlarini yaratish maqsadida Nurafshon shahri hokimi Ilhom Qilichxonov tashabbusi bilan yaqin oylarda mazkur yo'nalishda yangi va zamonaviy avtobuslar aholiga sifatli xizmat ko'rsata boshlaydi. To'xtaymashdi. Oching eshikni. Qani? Siz qayerga ketyapsizlar o'zi? Ha, o chiqinglar. Kim boryapti to'y? Hamma to'y tepagami? Nurafshonga ketyapmiz biz, Nurafshonga. Ha. Ya mana hozir shuni bekatlar belgilayapmiz-da, hozir qat'iy qo'yamiz. Shuncha odam bor ekan-da Nurafshonga. Qaring bir gaplashib ketamiz endi. Qatib turasizlar o'zi? Men Nurafshon shahar hokimiman. Nurafshondan Toshkentga avtobus qo'ymoqchimiz. Bundan kattasini, shu avtobus kelyapti Xitoydan. Chunki hozir bu sinov tariqasida hozir biz yurib chiqamiz. O'shani to'xtadik. Qani o'zi Nurafshonliklar bormi ekan bu yerda deb. Nasib bo'lsa bozorchilar. Studentlar qaytadi rosa. Marshrutka chiqsangiz sumka sig'maydi. Shunda mana bozorchilar qiynaladi. Mana shunaqa avtobus bo'lsa yaxshi. Bu kishidan beri chiqaman. Mana perisadga qilib 4 ta perisadga qilib ketaman. Endi hozir perisadga bo'lmaydi endi. 4 ta perisadga necha pul ketardi? 15 ming. 15 ming bitta yo'liga, bitta borishingizga, ketishingiz o'ziga, ha. Kelishimga 35. Hozir mana endi bu o'rtacha 2000 bo'lsa, Nurafshongacha, keyin sizlar birga chiqadigan bo'lsa, birinchi marshrutimizda bor-ku, undan 50% sizlarga chegirma bo'ladi. 850 so'm bo'ladi. Shunda 3000 ga siz Qo'yliqdan shu Burgaledagi 100 gacha yetib oladigan bo'lasiz. Mana hurmatli prezidentimiz shunaqa sharoit yaratib beryaptilar, hamma aholiga shu transportdan hamma joyda qulay bo'lsin, qiynalmasin, xavfsiz, yaxshi sharoitda harakatlansin deb topshiriq berganlar, o'shanga biz shu bo'yicha men ishlayapmiz. O'zi birinchi avtobus qo'yilganda rosa xursand bo'ldim. Eshitib Qo'yliqgacha ham bo'lar ekan deb eshitib kutyapman. Men har kuni o'qishga qatnayman. O'qishga borib kelishimga taxminan 30 ming 35 ming pul ketadi. Avtobus qo'yilsa, talabalarga ham, har kunlik yo'lovchilarga ham, ishlaydiganlarga ham qulay bo'ladi. 10 ming 15 ming 20 ming pullarimiz tejaladi. Yo'lovchilar uchun juda ham qulay, konditsionerlar bor. Hozirgi issiq kunda odamlar bemalol maza qilib ketsa bo'ladi. Qanchaga shu qilmoqchimiz? Sayyanka sal kattalashtiramiz. Shu yerda bemalol 4 ta 5 ta avtobus turadigan joy bo'ladi bu. Chunki birinchi marshrutimizda bor-ku. U ham shu yerga kelib bitta qaytib oladigan qilamiz-da. Toshkentdan odamlar kelib, shu yerdan tushib qolib, keyin birinchi va ikkinchi marshutimizda ham men Balansiga kelgan marshutimizga bemalol o'tirib, o'z yo'nalishi bo'yicha shu yerdan ketish mumkin. Mana bu kichkina avtobusdan juda ham ko'p bo'ldi tadbirkorlar. Mana shu kichkinasidan qo'ydik Toshkentga. Kichkinasi sig'maydi odamlar, yana o'shani tiqilib, avtobusga sig'masdan, o'shanga mayli ozgina kutsak ham kattasi bo'lsin, avtobus odamlar bemalol komfortda yursin deb oxiri o'sha topdik. Hozir men Nurafshondagi avtobuslarning o'rtasiga oraliq intervalli 10 minut. Endi bu 15 minut bo'lsa, o'sha yakasi shu katta avtobus qo'ysak, juda ham odam to'lib ketmaydi. Hozir bo'lmasa bunday qilsak, hozir mana lokatsiyalarni olib, xaritani belgilasak, qatliga bekat qo'yishimiz aniq. Shuni bir e'lon qilsak, aholi ham ko'rib, misol uchun biza yo'lda ko'rmasligimiz mumkin. Ana aholi punkti, lekin ichkarida katta aholi punkti bo'lishi mumkin-da, ichkaridan kelib keladigan, chiqib keladigan. Kim taklifli bo'ladigan bo'lsa, endi to'g'ri hammani ko'chasiga qo'yib bermaymiz, lekin agar asosiy bo'ladigan bo'lsa, bekat qo'yish kerak bo'lgan joylar, o'sha joyga hozir sirasi qo'shib ketamiz-da. Yurtimizga tinchlik xotirjamlik. Mana shu prezidentimizga ham katta rahmat, davlatimizga mana shu xalqni tinchligini, mana sharoitlarini tushunib, shuncha sharoit qilib berayotganiga rahmat. Sizlarning tana joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik.